Mana bunisi krapiva. Hammasini talqon qilib, mana bunisi mana zubturum. Mana bu balila. Oshqozon uchun juda ham kuchli dori bu. Mana bu oltin tomir, rozmarin. Mana bu oltin tomir bilan rozmarinni ikkovini hattoki propolisga solamiz. O'ta zo'r narsa tayyor bo'ladi shunda. O'ta kuchli giyoh tayyor bo'ladi propolis bilan birga mana shu ikkovi ham. Xullas mana shu 5 xil giyoh bilan oshqozon ichak yaralariga dori tayyorlayapmiz. Assalomu alaykum azizlar. Hozir oshqozon ichak yaralariga, yo'g'on ichak yaralariga krapiva, zubturum, balila, oltin tomir, rozmarin mana shu giyohlarimizdan yig'ma tayyorlayapmiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqilaveradi. Umuman xudo xohlasa bu giyohlar hozir hammasi oshqozon uchun o'ta kuchli terma bo'ldi. Xudo xohlasa kimda shu kabi kasallik bo'lsa, ikkilanmasdan, zarracha ikkilanmasdan aloqaga chiqing. Telefon nomerlarimiz 90 567 35 57. Umurbek tabib desalaring, Telegram, YouTube kanallarimiz bor. U yerda bemorlarimizning natijalarini ham bemalol tanishib olsalaring bo'laveradi.